tugab qoladi degan qo'rquv bilan yashaydigan ayollarimiz nimaga ishonmaydi bilasizmi? Bir o'ylab ko'ring. Agar sizda ham shunday fikr bo'lsa, siz Xudoga ishonmaysiz. Yo'q, unaqa emas, men Xudoga ishonaman, hammasi joyida desangiz yo'q. Chunki Xudoga ishonmaydigan odam ertasidan qo'rqadi. Aynan ertadan xavotir, ertadan hadik, ertadan gumonda yashaydigan inson aslida hech kimga ishonmaydi. Na o'ziga, na ruhiga, na farishtalariga va na Allohga. Chunki agar biz Allohga ishonsak, hamma narsa Allohdan, rizq Allohdan. Har bir dunyodagi bor mavjudot, hattoki qurt qumursqaning ham rizqi Allohdan va Allohga ishonish aslida bu ertadan qo'rqmaslikka olib keladi. Va pul tugaydi, ovqat tugaydi, narsamiz tugaydi, nimadir falokat yuz beradi degan qo'rquvlar hammasi sekin asta ketishni boshlaydi. Siz pulingizni yig'ib, eng zo'r mashinani olaman deb $150,000 ga Mercedes oldingiz. Aytingchi, mana shu Mercedesga borib arzon bo'lsin deb gaz balon o'rnatasizmi? Yoki arzon bo'lsin deb eng arzon yog'ni quyasizmi? Bo'laveradi deb eng o'sha sifatsiz benzinni quyasizmi? Hech qachon bunday qilmaysiz. Qimmat mashinangiz sizga uzoq xizmat qilishi uchun, uni ehtiyot qilish uchun unga eng yaxshisini ravo ko'rasiz. Mana endi sizga tabiiy savol beraman. Siz qanaqasiz? O'zingiz uchun sizning sog'lig'ingiz necha pul turadi?